Aka, uyingizga keluvdim, chiqa olasizmi? Assalomu alaykum. Keling, aka. Aka, bezovta qilmadimmi? Yo'q, aka, bemalol. Aka, kecha ko'chada ish bilan edim. Telefon qildingiz, ola olmadim. Nima xizmat, aka? Aka, meni arendamni oxirgi oyi. Mana shu mashinani o'zingiz olib qola olasizmi? O'zi zo'rg'a qutulgan bo'lsangiz, qiynalib. Hozir bu mashina narxi tushib ketgan. Patologiya 2,5 mingga olib qola olaman lekin. Mayli aka, umraga jo'natmoqchi edim. Ota-onam ham qarib qoldi, g'animat bo'lib qolishdi. Ko'p kasal bo'lishyapti. Tiriklik chog'ida duoligini olib umraga jo'nating. Men shundan uy kirib chiqay. Aka, narsalarimni olib oldim. Dokumentlar ichida. Aka, mana kelishgan 2,5 mingimiz. Rahmat kattakon, sog' bo'ling. Aka, haqqa to's. Mashinangizni olib ketmaysizmi? Tushunmadim aka. Aka, meni bilasiz. Ozmuncha mashina arendaga chiqarib yuborganman. Xohlasangiz pulni topganingizda qaytaring. Bo'lmasa rozimanman. Ota-onangiz umraga borishganini bitta duo qilib qo'ysin. Men xursand bo'laman, aka. Sizdagi insonlar yo'q bo'lib ketgan deb o'yladim. Mana bor ekan, o'zim guvohi bo'ldim. Bu pulingizga kelsa, albatta qaytarib beraman aka. Rahmat kattakon.